hujjat etishni ko'rib bo'ldik. Bizning eng muhim biladigan bir narsamiz bor. U bo'lsa hujjat saqlash. Shu hujjat saqlashga qanday omillar nima ta'sir ko'rsatadi degan narsani biz bir boshdan ko'raylik. Yangi betdan birini ochdim. Control Int'ga yangi betdan birini yechish. Yangi bet yechish ramkasi qo'zg'aldi. O'xshashlar 680 190 78 aniqlik darajasi mushkul tipda bir hujjat qurdim. Qurib bo'lgandan keyin bu hujjat qarta ba'zi mashg'ulotlarni olib berishimga to'g'ri keldi. Buningga men yana bir hujjat ochay, hujjat ichib, ma hujjatni ilib o'sha kirishtiray. Kirishtirdim. Endi mush hujjatni saqlasak, mandaq bir qancha xil omil bizni o'ylanishga, hujjat saqlashda o'ylanishga majburlaydi. Birisi qavat. Ya'ni biz doim ratlaydigan yoki doim tartiblaydigan bir xil narsani loyihalayotgan bo'lsak, yoki qisqa vaqt ichida bitmaydigan narsa bo'lsa, biz buning qavatlarini berkib ketishini xohlamaymiz. Shundaqmi? Qavatlar o'zaro berkib ketsin. Rang jihatdan, sifat jihatdan o'zgarib ketsin. Yana hozir bir chiroyli ishlab, uni bir saqlasam sifat o'zgarib ketsa, ertaga uni qayta ichib, qayta tahrirlasam, yana bir saqlasam texnik sifat o'zgarib ketsa, bu chaqda buningki oqibatni o'ylashmoq bek ta'suldi-ku. Mushundaq omillarni o'ylashmasam bo'lmaydi. Ondan keyin buning yo'tkash jarayonidagi sig'imni o'ylashmasam bo'lmaydi. Hozirgi yo'tkab turilgan F-disklarimiz, T-kartalarimiz bo'lsa sig'im cho'ng'ib ketdi. Burungi vaqtda bek o'ylashatdik. Chunki Photoshopda qavat qancha aynisa sig'im shuncha aynib ketdi. Ama hozir uni bek o'ylashib ketmaymiz. Shundaqmi kompyuterning saqlanish jarayoni, ya'ni yo'tkashda bir o'rindan bir o'ringa yo'tkashni emas, to'r orqali yetkazish jihatidagi ishlarni o'ylashmasak bo'lmaydi. Mushu sig'imni o'ylashimiz, qavatni o'ylashimiz. Undan boshqa rangninki o'z paydiga saqlanib qolish qolmaslikni, sifatning buzilmasligini o'ylashimiz. Uningdan boshqa bir biz tahrirlayotgan sohaga mos kelish kelmasligini o'ylashimiz saqlashda. Mushu xil omillarni to'liq o'ylashgandan keyin ondan hujjatni saqlash ilib berish kerak.